Mana ko'rdingizmi, oxiriga qaytyapti. Burada purjinkasi bor. Assalomu alaykum. Bizga yangi brasletlarimiz kelgan. Jostki brasletlarimiz bor. Ko'rsanglar bo'ladi, rosa ham chiroyli. Xo'p, bizga ko'pchilik so'rayapti. Jostki brasletlarni hammasida temir bor ekan. Purjinkasi bor ekan. Sizlarda ham shunaqami, unaqami, reelslarda chiqyapti, Instagramda chiqyapti deyapti. Lekin hammasida ham unaqa temir bo'lmaydi. Mana ochilishiga qarasanglar bo'ladi. Ochilishini ko'rasizmi? Qaytmayapti orqasiga. Purjinkasi bor modellarimiz ham bor. Mana. Ko'rdingizmi? Oxiriga qaytyapti. Burada purjinkasi bor. Endi purjinkani qo'ygandan maqsad shu modelni chiqarish. Agar purjinka qo'yilmasa, model bunaqa chiqmaydi. Bunaqa qilib zamb qo'yib bo'lmaydi boshqachasiga. O'shani hisobi uchun ham buni ichida purjinkasi bor. Mana orqaga qaytadi. Shuni hisobiga ozgina purjinkasi bo'ladi. Agar umuman purjinkasi kerak emas, bo'lmasin desanglar, mana shunaqa modellardan olsanglar bo'ladi. Ko'rasizmi? O'zimiz olib kelib yopib qo'yganmiz. Har xil modellar kelgan, bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. Do'konimiz 41-do'kon. Gold Center 1-etaj.